Piyoz hidi sabzi pashasini, sabzi esa piyoz pashasini yaqinlashtirmaydi. Bularni 25 sm oralig'ida eksangiz, o'zaro biologik himoya bo'ladi. Pomidoringizda hasharotlardan asrab shirin qilaman desangiz, yonidan har 25 sm dan rayhon ekin, undagi erginol efir moyi zararkunandalardan asraydi. Qulupnay kanasidan qutulish uchun 15 sm uzoqlikda sarimsoq piyoz ekin. Chisnoy hidi kanani qochiradi va shilliqurt faolligini pasaytiradi. Bodringdan ko'p hosil olaman desangiz, har 25 sm da ukrop eking. Ukrop og'ziga asal ari, xon qizi va foydali hasharotlarni jalb qilib, changlanishni yaxshilaydi. Kartoshkadan mol hosil olaman desangiz, har ko'chat oldiga butali loviya eking. Loviya tomirdagi butalar tuproqdagi mikrobiologik hayotini yaxshilab, azot bilan boyitadi. Salat bargi suvli bo'lsin desangiz, har buta yoniga rediska eking. Rediska tuproqni chuqurroq yumshatib, tomirlarga ko'proq suv va kislorod yetkazib beradi. Shunga o'xshagan foydali videolarni Instagram sahifamizda yana topsangiz bo'ladi. Asal bolaga obuna bo'lishni unutmang.